Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, mehmonlariga mana xudo xolasa Rishtonga Abduvahhab aka hoji akamga avtomatriska tayyorladik. Yangi Yupskadan shuni tayyorlab jo'natish jarayoni, mashinalari keldi. Rishtonliklar o'z taniydi, mashinani biladi, gazabni chiqarishadi. Avtomatriskalar yo'q bo'lgan, ruchnoy liniya bo'lgan avtomatriska tayyorlab mana hozir jo'natyapmiz. Kimga mana shunaqangi avtomat liniyalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Yangi Yupskamiz mana vallari xudo xohlasa to'rttadan bo'ladi. Hamnaqangi bo'ladi. Eski Yupskamiz ham bor, uni vali mana turbaga chizilgan bo'ladi, o'z razmeriga tayyor. Bu eski Yupska bo'lyapti mana. Mana shu eski Yupska ramasi, bu turbalari bilan birga bu yangi Yupska mana. Avtomatriska. Ikkovining narxining o'rtasida $1000 farqi bor. Kimga mana shunaqa abordionerlar, liniyalar, gazabulog apparatlari, mana mikserlar, avtomatriskalar bor, qo'shimcha yana kerak bo'lsa, qoliplar, hamma uskunalar bor. Hammaning ishlariga rivoj. Kimga mana shunaqangi abordionerlar kerak bo'lsa, ekran tagiga telefon raqam qoldirganmiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hammaning ishlariga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha.